Ayni paytda mendan baxtliroq odam yo'q, sababi kitoblarim chiqdi. Вот, hozir bittasini ochib ko'taman. Bular уже anaqa jo'natib olishga tayyor bo'lyapti-da. Dastavkaga tayyor, chunki уже ko'pchilik sotib oldi. Hozir bittasini ochib ko'rsataman sizlarga. Вот, mana shunaqa shaklda sizlarga jo'natiladi, если sotasizlar. Bu kitob kimlar uchun? Bu kitob o'qituvchilar uchun bo'ladi. Va professional o'qituvchilar degan. Bu kitob ham onlayn, ham offlayn dars bermoqchilarga ikkalasiga ham tushadi. Ichini ochsanglar, o'sha bu mundarija ketdi shu bilan. Offlayn ta'lim bor, onlayn ta'lim bor. Endi masalan offlayn ishlamoqchi bo'lgan o'quv markazida qatlarida ishlab yurganlar, u hammasiga ataladi. Prям offlayn ishda sizda bor hamma muammolarga qaysidir ma'noda yechim berilgan. Onlayn ishlamoqchi bo'lganlarga, masalan, onlayn ishlamoqchi bo'lib yurganlar ham ko'p, uyda o'tirib, to'g'rimi? Вот, o'shalarga ham hamma maslahatlar berilgan, shu qanaqa qilib o'quvchi topish, qanaqa qilib onlayn kurs o'tish, hamma narsasi o'rgatilgan. Eng sevimli qismi, ko'pchilikka yoqadigan qismi bu kitobni eng oxirida ustozlardan maslahatlar, ya'ni men o'zim tanigan eng mashhur o'qituvchilardan maslahatlar yig'ib chiqqanman. Juda ham ko'p odam bor, masalan, Gulsanam bor bu yerda. Yana kimlar bo'lishi mumkin? Abdulaziz bor, Shohruh Holimovlar borlar, masalan, Suroya opa borlar, G'ayratullo, Ekin, Kumush opa. Xullas, umuman o'zim tanigan juda ham professional hamma o'qituvchilardan men bunaqa maslahatlar yig'ib chiqqanman. Bo'lajak o'qituvchilar uchun. Hozircha kitob 120 betli. Mana shunaqa chiqdi, mana shunaqa dizaynda. Vashcha xursandman, to'g'risini aytaman, juda ham xursandman.